Ha aka. Buni mana gitdagi odam. Mana 19 milyon oldingizmi? 19 million sotdi. Ha, sotdingiz. 19 milyonga sotilibdi. Mana. Aka, shu endi taxminan necha kilo go'sht qiladi? 200 kilo kamroq. 200 kilodiga borar, yetar yetmas. Mana aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. 19 milyonga sotilgan buqa. Qaysi biri? Ha, bunisi 14 milyon. Mana aziz do'stlar, bunisi 14 milyon. Bu g'unojinku? Ona balasi boshqa mashina ketdi. Ha, bolasi boshqa mashina ketdimi? Lekin mana bu buqaga Mana olgan odam. azizlar, mana haftaning juma kuni Pravda mol bozordan videolarimizni boshladik. Aka, necha pul bo'ldi? Assalomu alaykum. 2 milyon 900 ikkovi. Erkakmi, urug'ochimi? Erkak, qo'shqor. 2 milyon 900 mana. Ikkitasi bir joyga-da. Mayli aka, rahmat. Xo'p, mana sigir, echkicha. Kimdan bu? Echkicha kimdan? Ha, ona bola sigir 18 milyon. 18 milyonga mana bozordan saldo bo'lib chiqibdi. Mana shu sigirimiz. Aziz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir biz bozorning tashqarisidan videolarimizni boshlab boryapmiz. Haftaning juma kuni hozir mana echkichani narxini surishtirmoqchi bo'ldik, egasi yo'q ekan. Bu ham endi saldo bo'lib chiqqan bo'lsa kerak. Kamida bir taxminiy 500-600 mingdan sotilgan bo'lsa kerak. Mana hozir aka necha pul bo'ldi bu? Ha? 8 milyon 200 ming so'm mana G'unojin. Aziz do'stlar, videolarimizni boshladik. Kimga agar Sayfullo TV kanaliga reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiraman, telefon qilinglar. Mana endi hozir bozorda xudo xolasa o'z ichkarisiga kiramiz. Mana aziz do'stlar, oq echkilar. Ona bola oq echkilardan tushibdi. Mana hozir ona bolasi bor mana bu yerda. Nesh pul ekan bu? Bunisi. Buni nesh pul yapsiz? Ha? Hozir baraka bo'layapti. Mana baraka bo'layapti, hozir baraka qilishyapti, saldo bo'layapti. Xalaqit bermaymiz. Ona bola echkilardan mana ko'rsatamiz. Narigisi lekin sutli echki ekan mana bu. Sutli echki. Sut sohasida qiziqadiganlar ko'pincha bizni obunachilarimiz echkilarga qiziqishadi kanalda. Mana shu hozir saldolarni qilib o'rsinlar, telefon raqamlarini harakat qilamiz olgani. Mana aziz do'stlar, mana. Necha pul bo'ldi qo'y? 27. 27. Urg'ochimi? Urg'ochi 27 bo'pti mana. 2 milyon 700 ming. Bo'g'oz ekan, jonivor, bo'g'oz ekan. Necha pul bo'ldi novoz? Innamadilar. Qo'y necha pul bo'ldi qo'y? Qo'y necha pul bo'ldi? Qo'y necha pul? 2,5? Qo'chqormi? Qo'chqor. 2,5 milyon so'm qo'chqor ekan mana. Mana aziz do'stlar. Sigir necha pul sigir? Necha pul ekan? 13 milyon. Bunisi-chi? Bu kimdan bu? Mana sigirimiz 13 milyon ekan, jonivor. Yakka o'zi. Mana bu tomonda qo'ylar. Qo'ylar necha puldan aka? Ana. Necha puldan shu sarig'i?
4 milyon 200 mingdan kami bor. Mana aziz do'stlar, Oldidan tortib beraymi? nechil bo'ldi? 3,5 milyon. Aziz do'stlar, hozir bozorimizda yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir boshlandi. Nechil bo'ldi? 12 deyapsiz? 5-6 ta suti bor, 12 milyon deyaptilar. Aziz obunachilar, mana hozir sigirlar. Keyin bitta eshak chiqqan ekan. Eshak kimdan ekan? Nechi pul? Egasi siz emasmi? Narxini so'ramoqchi edim. Egasi yo'q ekan. Ha, internetga chiqaramiz, tog'a. Aziz do'stlar, mana hozir uzi qilishyapti. Mana yomg'ir boshlandi. Bo'g'izmi, bo'g'iz emasmi ko'rib berishadi. İnternetga so'raydi-da. Narxi nechi pul? Sizni olmayman. Narxi 300. 300 ming. Nechi pul qildi bozor? 200. 200 qildi, bermadingizmi? 300 ming ekan mana. Axir egasini topdik bozordan aylanib. 300 bo'lsa sotayoraman. 300 ming bo'lsa berib yuborishar ekan. Bozordan aylanib topdik axir egasini. Hangicha? Hangi? Yaxshi. Mana u tomonda o'zi qilyapti mana. O'zi qilyapti. Qisirmi, bo'g'izmi ko'rib beryapti. Sigirlarni mana o'z mana shu yerda sigirlarda sizdanmi ot? Nechi pul aka? Bir joyga 60 million deyapsiz. Bir joyga 60 million. Urg'ochimi? Ona bola, ha? Qonida bolasi ham bor. Qornida bolasi ham bor ekan. 60 million ona bola. Bolasi urg'ochimi, erkakmi? Urg'ochi. Bolasi ham urg'och ekan. Mana. Aziz do'stlar, 60 million. Bozor nechi qildi? Yakka o'zini 30 million qilyapti. Yakka o'zini 30 million ham qilyapti. Qaydansiz? Ibn Sinodan Zambara. Xo'p. Telefon nomeri aytasizmi? Bizdan so'raydi ko'pchilik. 94lik, Telefon raqamlari kodi 94lik 199, 199 98 16. 98 16. Shu telefon raqamga murojaat qiling. Agar mana shu ot sotilmasa, uylardan borib telefon qilib olishlaringiz mumkin. Aka, obunachilar telefon qilsa kelishtirib berasiz. Nechi pul aka bular? 9 ga 8,5. 9 ga 8,5. Qaysi biri? Bu 8,5, 9. bunisi 9. Kam bor kelishtiramiz. Novosmi, tanami? Tana. Tana. Ikkovi ham. Ikkovi ham urg'ochi. Mana aziz do'stlar, 9 millionga 8,5 million. Bozor nechi qildi? 16 qilyapti ekan. Ikkovini 16 qilyapti, bermayapti. Nechi pul bo'lsa berasiz? Ko'nglingiz nechi? Qo'shilsa 16 ga qo'shilsa beramiz. 16 dan bir narsa qo'shsa berasiz. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. G'unojinlar. Endi bular necha oylik hozir? 1 yashardan o'tgan. 1 yashardan o'tdi. 1 yashardan o'tdi. G'unojin nechi pul bo'ldi? 8 million 100 ming mana sotilibdi. Mana barakani ustida. Qaysi kanallar chiqadi endi? Qaysi birini? Ikkita alonimi? Sizdanmi? U nechi puldi? Nechi puldan ular? Egasidan so'raysiz. Dadangizmilar? Mana aziz obunachilar,
Ne iş bilyapsiz? 10 milyon. Bunisi 9 milyon, bunisi 10 milyon. Bular G'unojinmi? Ikkovi ham G'unojin. Ikkovi ham G'unojin ekan. Bunisi 9 milyon, narigisi 10 milyon ekan. Kami bor. Bozor nechi qildi? 8,5, buni 8 qildi. Buni 8,5, buni 8 qildi, bermadingiz. Nechi pul bo'lsa berasiz? Buni kelsa beramiz, qo'shilsa. Ha, 8,5 dan bir narsa qo'shsa berasiz. Mana aziz do'stlar, 10 millionga 9 milyon ekan. Kelishtirib beramiz deyishyapti. Ona bola sigir. Nechi pul bo'ldi? Ona bolami? Nechi pul deyapsiz? 17 deyishyapti mana. Ona bola. Necha litr suti bor? 6-7 suti bor aka. 6-7 ta suti bor. 17 deyishyapti, kelishtirib berishar ekan. Bolasi G'unojin ekan. Mana aziz do'stlar, mana novoscha. Nechi pul bo'ldi novoscha? 11,5. 11,5. 11,5. Mana 11,5. Novoscha mana. Alatov. 11,5 ga olibdilar. Mana novos. Nechi pul bo'ldi aka? 12 milyon 300 sotildi. Sotildi mana 12 milyon 300. Endi aka bu so'yishgami, boqishgami? Boqishga, hali mayda. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Mayli aka. Ha, Pravda mol bozor deb yozing chiqadi. Buni hozir egasi yo'q ekan. Hozir surishtiramiz. Bu kimdan mana u? Sizdan emasmi? Nechi pul aka? 16 milyon. Bolasi qanaqa? G'unojin bolasi. Bolasi G'unojin. Birinchi qori. Necha litr suti bor? 3 litrdan 6 litrgacha. 16 milyon. Bozor nechi qildi? 14 milyon 500 ga bermadingiz. Mana. Bolasini bitta ko'rsataylik. Mana. Telefon nomer. Telefon raqamlar kodi 93lik 995 95 95 30. Mana shu telefon raqamga telefon qilinglar. Agar mabodo mana shu sigir kerak bo'lsa, uylardan telefon qilib borib olishlaringiz mumkin. Mayli aka. Nechi pul bo'ldi? Nechi pul? Sotildimi? Ha. Nechi pulga? 13,5. 13,5 bo'pti mana. Aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin 13,5 million. Qo'ylar nechi pul bo'ldi? Qo'y nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? 3,5 million. 7 million. Nokunetda, ha? 7 million. 3,5 million. Ranglaganda usti qarangda. Ha, kraska qilinganmi? Bu belgi bo'lsa kerakda. Ana, kraska qilinganmi? Siyo, zarb to'xtagi mo'gat. Siyo sevma. Pardoz qilganda, salonga olib borganda, Tog'am bitta olgan akalar. Qizil mol oq bo'lib qolibdi uyga borgandan keyin.